voy plos, bechora bolam ko'nglini yomon og'ritibsan-ku. O'zi menga qara, shuncha narsani nimaga vaqtida aytmading, endi aytyapsan-a? Ya, sen marassan. Ikkita bolaga ulgurganingni qara, men bitta kirni taxlashga ulgurmayapman. Opa, men senga nima deyapman? Sen nima deysan? O'zi Ozodning qanaqa bola? Kim bizning mahallada turadi? Aytib ber, u haqda biling, nima u, kim u, qanaqa fakti bor uni. Chigirtka bitta sakrabdi, ikkita sakrabdi. Oxiri qo'lga tushdi-da. Senga rahmat. Yaxshi ishla. Yo'q, uni hech qanaqa fakt, u kasal, u davolanishi kerak. A bo'pti, uningni qo'y. Lekin Ibrohim seni rostdan yaxshi ko'radi-de. Telefon qil kechirim so'rasang seni kechiradi. Hozir qil, mana men eshitdik, qil telefon, qil. Абонент временно недоступен. Ha? Nima dedi? Gapir, nima dedi? Ko'nglim g'ash opa. Shu Ozodning bir nima fakti borligi aniq-da. Arziydigan fakt menimcha. Qanaqa faktingiz bor? Uni yaxshi ko'rasanmi? O'g'limni yaxshi ko'rasizmi? Sizga nima shuni so'rash uchun chaqirdingizmi? Yaxshi ko'rasanmi deyapman senga. Ha, yaxshi ko'raman. Ko'rma meni.